Bu otomobillar qarangizlar, biz bugün O'zbekistonda Altoy kompaniyasini sizlar barыңызlar deb bilesizlar. Sizlarning Traybull'lar nega o'zgacha, nima uchun deganlarga sizlarga javob bo'lsin. Ushul ag'az tushuntirishning основатели sizlarga o'zi bir qator qilib tushuntirib bersin. Bizning Drabilkamiz Xitoy va Rossiyaga nisbatan pichoqlari zo'r, mana maxallik segmentli molatko'yli va двойной bo'ladi. Listlari qalin listlardan, zo'r listlardan bo'ladi. Mana bu joylari 1 sant atrofida bo'ladi va qolgan listlari 2 listlardan bo'ladi. Setkalari bor. Mol qo'y uchun zo'r maydalar beradi. Bu setkalari mol uchun, qo'y uchun va donlar uchun. Ana двойной tish bo'ladi degan joylarga men yaqindan kelib tatib qo'ysangiz bo'ladi. Haqiqatda aslida двойной qatmal tishni ko'rib o'tasizlar, uni kesinda. Bu bacho qanchalikdan? Bacholar 2 listlardan bo'ladi. To'g'ri qarangizlar. Ushul tovarlarni sizlar o'zingizlar ko'rib turasizlar. Kimga qatnashadi? Bemalol mana shu akamga aloqaga chiqib borasizlar. Xizmat bo'lsa, qonlar nomerlarni yozib qo'yib, chalaverasizlar. Draybulka baringizga qaytishadigan Draybulkar, xohlasanizlar 3 bozorda, xohlasanizlar 220 volt pech deganlar jala qolsa, xohlasanizlar jonli makan maydasidan tortib 80 dollar. Biz xizmatdamiz.